Assalomu alaykum, Bag'dodchilikka qiziqadigan aka-ukalar, opa-singillar. Bugun 2025-yil 14-oktyabr sanasi. Anavlarimizga kuzgi ishlovini beryapmiz. Anavlarimizga so'nggi suv ochishdan oldin taxminan yarim kiloga yaqin 400 gram bordi balki. Qo'z sepib, kaliy sepib suv ochamiz. Biz har qanday mevaga dorini tuproqqa ko'mib beramiz. Effekti yaxshi bo'ladi. Bu sepayotganimiz olma po'st. Bu bog'bon faqat olma po'st separ ekan deb fikrlashingiz mumkin. Olma po'st tomiriga ko'msangiz, ko'p solaversangiz ham qurtmaydi. Shuning uchun olma po'st beramiz, ham effekti yaxshi bo'ladi. Agar boshqa dorini sal ko'proq solaversangiz quritib qo'yishi mumkin. Olma po'st lishniroq solib yuborsangiz, masalan, anarga quritib qo'ymaydi. Shuning uchun biz ko'pincha olma postdan foydalanamiz. O'rtacha bir yarim kilocha tushib borar har biriga. Juda ham cho'nqur qazish shart emas. Mana shu dori ko'migidek bo'lsa bo'ldi. Mana shunaqa tarzda sepib chiqamiz. Keyin suv ochib yuboramiz. Mana uni ko'mtirib to'proqni. Endi ustidan bir qism kaliy beramiz. Bir hovuch. Endi buni tuproq bilan ko'mamiz. Bu yerga yarim kilo yaqin olma po'st soldik. Tagiga, anorning tagiga bir hovuchdek qo'limizda kaliy berdik. Endi tuproq bilan ko'mib anorlarimizga so'nggi suvini beramiz. Va yerimiz topga kelgandan keyin anorlarimizni ko'mib tashlaymiz. Har qanday dorini tuproqqa ko'mib bersangiz effekti zo'r bo'ladi. Biz ko'pincha olma postdan foydalanamiz. Ham quvvatli, ham yerni yumshatadi. Effekti zo'r bo'ladi. Ham normadan sal bilmasdan ko'proq berib yuborsangiz olma po'st qurtmaydi har qanday mevani. Anorlarimizga kuzgi ishlovini berib bo'ldik. Endi bir suv ochsak bo'ldi. Mana dorilarimizni berib bo'ldik. Anorlarimizga suvni ochib ham yubordik. So'nggi suvni beryapmiz. Qish oldi so'nggi suvi. Xudo xohlasa yerimiz topga kelgandan keyin ularni ko'mamiz. Qish oldi bir suvga to'ysin anorlarimiz. Yerimiz suv ichsa, xuddi o'zimiz suv ichgandek bo'lamiz. Bizga like bosing, obuna bo'ling. Biz albatta xursand bo'lamiz.